В мире все продается. Доброта кажется слабость. За все нужно платить. У каждого услуги есть ценник. Но самые дорогие вещи не имеют цены. Один стакан вода, один добрая улыбка, минута внимания. Тебе кажется, это мелочь, песенка, и она всегда возвращается. Тот, кому ты помог подняться сегодня, завтра подаст тебе руку на краю пропасти. Счеты жизни оплачиваются не деньгами, они оплачиваются человечеством. Будь человеком, даже если никто не смотрит. Bu dunyoda hamma narsa sotiladi. Yaxshilik esa go'yo zaiflikdek ko'rinadi. Hamma narsaning narxi bor. Har bir xizmatning o'z bahosi bor. Lekin eng qimmat narsalarning narxi bo'lmaydi. Bir stakan suv, bir samimiy tabassum, bir daqiqa e'tibor senga bu mayda narsadek tuyuladi. Qum zarrachasidek. Lekin yaxshilik har doim qaytib keladi. Bugun sen yordam berib turgan inson ertaga jar yoqasida turganingda senga qo'lini cho'zishi mumkin. Hayot hisob kitoblari pul bilan o'lchanmaydi, pul bilan to'lanmaydi. Ular insoniylik bilan to'lanadi. Hech kim qaramayotgan bo'lsa ham inson bo'lib qol.